Hammaga salom, men RM, BTS guruhi lideriman. Men tug'ilib o'sgan Koreya Respublikasida o'zimni tanishtirish va sizlarga APECning asosiy vakillariga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lish men uchun katta sharafdir. Ijodiy shaxs sifatida bu yil birinchi marta madaniy industriya APECning asosiy mavzulari qatoriga kirganini ko'rib, ayniqsa mamnunman va hayajonlandim. Siz Koreya madaniyati va K-pop sanoati bilan qanchalik yaxshi tanish ekanligingizni bilmayman, lekin ishonchim komilki, biz hammamiz bir narsada hamfikrmiz. Madaniyat ulkan iqtisodiy ahamiyatga ega va ulkan o'sish potensialiga ega. Ma'lumki, men biznes rahbari emasman, artistman. Bu yerda shunchaki raqamlar va statistikani aytib berishimni xohlamaysiz deb o'ylayman. Bugun ijodkor nuqtai nazardan men K-pop qanday chegaralardan oshib odamlarning qalbiga ta'sir qilishini, shuningdek bu hissiy aloqaning ahamiyati haqida shaxsiy fikrlarimni baham ko'rmoqchiman. Shuningdek, bu yerda hozir bo'lgan jahon yetakchilaridan chuqur qiziqish va hamkorlik qilishlarini so'rayman. Kelajakdagi ijodiy madaniy ekotizimni rivojlantirishda menga omad kulib boqdi. Men BTS guruhining 6 a'zosi, prodyuser Hitman Bang bilan uchrashdim. Ular meni doim qo'llab-quvvatlab, o'zim yaratmoqchi bo'lgan musiqaga e'tibor qaratishimga imkon berdi va eng muhimi, men musiqamizning nafaqat o'yin-kulgu, balki hayot tili sifatida qaraydigan ARMY global hamjamiyatini uchratdim. Meni noto'g'ri tushunmang. Yaqinda 18 oylik harbiy xizmatimni tugatgan bo'lsam ham, ARMY BTS muxlislarining rasmiy nomi. Ularning cheksiz qo'llab-quvvatlashi va ishtiyoqi men uchun butunlay yangi imkoniyatlar ochdi. Ularning sharofati bilan men Billboard Music Awards va Grammy mukofotlari kabi global mukofot shoularida, BMT bosh assambleyada, Oq uy kabi mashhur joylarda va hattoki APEC sahnasida chiqishga muvaffaq bo'ldim. 10 yildan ko'proq vaqt oldin BTS xalqaro bozorga birinchi marta kirganida men bunday shon-shuhratni orzu ham qila olmasdim. Uyingizda televizor yoki radioda ona tilingiz yoki ingliz tilidan boshqa tildagi qo'shiqlarni eshitganmisiz? Ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatda koreys musiqasini tinglash qanchalik qiyinligini va madaniy to'siqlar qanchalik chuqur ekanini shaxsan o'zim his qildim. O'sha paytda BTS musiqasi tabiiy ravishda Koreyadan tashqari madaniyat sifatida qabul qilingan va uning asosiy media platformalariga kirishi koreys musiqasi global sahnada gullab-yashnashi mumkinmi yoki yo'qmi? Haqiqiy sinov edi. Musiqamizni targ'ib qilish yo'lidagi to'siqlar baland va chuqur ildiz otgan edi. Lekin biz shunchaki kuta olmadik. O'z imkoniyatlarimizni yaratish uchun biz hatto ko'chalarda raqsga tushdik va qo'shiq aytdik. Bepul konsert flayerlarini tarqatdik. Ammo yana bir jiddiy muammo bor edi. Biz o'zimizni koreyalik san'atkorlar deb tanishtirganimizda musiqaga hech qanday aloqasi bo'lmagan g'alati savollarni tez-tez berishardi. Siz Shimoliy yoki Janubiy Koreyadanmisiz? Koreya qayerda? Eng keng tarqalgan savollar edi. Haqiqat qattiq edi. Biz avval tushuntirishimiz kerak edi. Koreya qayerda? Biz avval shu haqida gapirishimiz kerak edi. Ammo bugun men bu to'siqni yengib o'tdim va sizlar bilan birgaman. Ushbu dahshatli to'siqni buzib tashlagan asosiy kuch ARMY bo'ldi. Ular bizning musiqamizdan chegaralar va tillar o'rtasidagi aloqa vositasi sifatida foydalanadilar. BTS musiqasidagi xabarlardan ilhomlanib, ular gohida ixtiyoriy xayriyalar qiladilar, gohida ijtimoiy kampaniyalar uyushtirib, dunyoni lol qoldiradilar. Bir paytlar Osiyo ozchiliklarini qo'llab-quvvatlash guruhi hisoblangan ARMY jahon madaniy bozorida yangi shokni keltirib chiqargan yangi hamjamiyat va muxlislar madaniyatiga aylandi va hozir ham sof madaniy birdamlik orqali ular chegaralardan oshib ketadigan ijodiy ta'sirga ega. ARMYning bu cheksiz ekskluzivligi va kuchli birdamligi meni ijodiy ilhomlantirishda davom etmoqda. Nima uchun ko'plab global madaniy mahsulotlar orasida K-pop shunday kuchli va birlashtiruvchi hamjamiyatni yaratadi? Menimcha turli millatdagi odamlar K-pop orqali oddiygina ulanishi mumkinligi uning yagona konvergensiya prinsipi tufaylidir. Men K-pop musiqasini an'anaviy koreys taomi bibimbapga qiyoslayman. Bibimbap shunday deb ataladi.
chunki u guruchni turli xil sabzavotlar, go'shtlar va ziravorlar bilan birlashtiradi va ular ovqatdan oldin aralashtiriladi. K-pop ham bundan farq qilmaydi. K-pop hip-hop, R&B va NDM kabi g'arbiy musiqiy elementlarni rad etmasdan o'z ichiga oladi va ularni o'ziga xos koreys estetikasi, hissiyotlari va ishlab chiqarish texnikasi bilan uyg'unlashtiradi. Bibimbap singari bu turli xil elementlar o'zlarining individualligini saqlab, noyob natijani yaratish uchun aralashadi. K-pop musiqiy janridan ko'proq narsa. Bu musiqa, raqs, sahna ijrosi, vizual uslub, musiqiy videolar, hikoya mazmuni va ijtimoiy tarmoqlarning murakkab aralashmasi. K-popning muvaffaqiyati biror bir madaniyatning ustunligiga bog'liq emas. Bu xilma-xillikni o'zaro hurmat qilish va global madaniyatlarni keng qamrab olgan holda o'ziga xos. Koreys o'ziga xosligini saqlab qolishdan kelib chiqadi. Madaniy chegaralar yemirilib, xilma-xil ovozlar uyg'unlashganda ijodiy energiya tug'iladi. Aynan shu asosiy fazilat armiyaning cheksiz birdamligini keltirib chiqardi va nega K-pop bu qadar sevimli ekanligini tushuntiradi. Madaniyat chegaralarini kesib o'tib, erkin oqadi va ba'zan K-pop singari yangi qiymat yaratish uchun uyg'un tarzda birlashadi. Umid qilamanki, madaniyatning bu ijodiy oqimi butun dunyoda davom etadi. Ayniqsa Osiyo Tinch okeani mintaqasi eng katta madaniy xilma-xillikka ega. K-popning hayratlanarli o'sishi shuni ko'rsatadiki, madaniy xilma-xillik va ijodkorlik milliy chegaralar bilan cheklanmagan va o'sish uchun hech qanday cheklovsiz eng katta inson salohiyatini ifodalaydi. APEC yetakchilari, sizning sevimli musiqangiz qaysi? Qaysi san'at asari nafasingizni to'xtatdi? Qaysi film hayotingizni o'zgartirdi? Ha, shunday. Biz hammamiz madaniyat va san'atni yaxshi ko'ramiz va biz hissiyotlar orqali bog'lanamiz. Zamonamizning ijodkorlari va rassomlari sifatida men APEC rahbarlaridan butun dunyo bo'ylab ijodkorlarning gullab-yashnashi uchun moliyaviy yordam va imkoniyatlar taqdim etishlarini so'rayman. Kelajak avlodlarga investitsiyalar iqtisodiy va madaniy nuqtai nazardan ko'rib chiqilishi kerak. Madaniyat va san'at kuchli turtki bo'lib, xilma-xillik va ekskluzivlik yetkazishning eng tez va oson usulidir. APEC yetakchilari sifatida sizning siyosatingiz va qo'llab-quvvatlashingiz butun dunyo bo'ylab san'atkorlar o'z potensialini to'liq ro'yobga chiqarishlari uchun ilhom tuvali va o'yin maydonchasini yaratadi. Ijodkor o'z ijodlarini to'liq anglab yetgach, ular chegaralardan oshib ketadigan yangi qadriyatlarni yaratadilar. Ularning mazmuni farqning barcha shakllaridan ustun bo'lib, haqiqiy tushunish va ekskluzivlikka yo'l ochadi. Yaxshi kelajak uchun birdamlik kuchini mustahkamlaydi. Men APECning madaniyat va ijod orqali ekskluzivlik va o'sishni rag'batlantirish haqidagi qarashlarini qo'llab-quvvatlayman. Artist sifatida men musiqa orqali jasorat, umid va ekskluzivlik qadriyatlariga hissa qo'shib, siz taqdim etayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalanishga va'da beraman. Men yana bir bor APEC rahbarlaridan ijodkorlarning sodiq tarafdorlari bo'lishlarini so'rayman. Shunda ular o'z ijodlarini to'liq ochib, dunyo bilan chuqur aks-sado berishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Please give it up for RM. What a fascinating speech. Let's give him a strong round of applause. Thank you so much.